Akmaljon, noyoblardan olib kelibsiz-a bugungi? Bayramjon aka zot qilib olgani 3 dona 3 xulodan kelib qoldi. Qo'ydi qaranglar akalar. O'ynab turibdi, qo'yam vobshe zo'ragan lekin bor. Qo'zi hali bu. Qo'zi variantlardi. Bu yuzlarini qaranglar, qulosh tashlashlarini, dumboshlari ham o'ta kelgan ekan. Assalomu alaykum obunachilar. Bugungi kun hammalaringga xayrli, qutlug' muborakli bo'lsin. Xudo xolasa bugungi 60 bosh qo'ylarimiz yetib keldi. Yangi partiyalar yetib keldimi? Yetib keldi. Xudo xolasa bularni qo'ldan kelgancha narxini arzon qilib, yengil qilib chiqarishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, videoni boshida like-ni bosib qo'yinglar. Mana akalar hozir hashagini yeyapti. Mana yeb ichlarini ham bir quruq ko'ryapsizlar akalar. Hashagini ozgina yeb bo'lgandan keyin xudo xolasa videolarni boshlayveramiz. Qo'raga qo'ylar to'libdi akalar. Mana 60 boshga yaqin qo'yib kelibdi inshaalloh. Bularni partiya qilib hammasini asta-sekinlik bilan chiqarib o'taveramiz akalar. Videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga ma'qul keladigan darajada narxni arzon qilib chiqarib beramiz. Assalomu alaykum. Kanalimizning yashadiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari, barchangizga bugungi kun xayrli va barakotli bo'lsin akalar. Bugun hafta kuniga yakshanba, dam olish kuni. Akalar qayga borsamikin, qo'y olsamikin degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Va xolosa mana shu ukamizning xonadoniga kelganmiz. Bugun yakshanba 2026-yil. Hop, 1-fevral akalar, bahorda boshlangan kuni hammangizga xayrli, barakotli kelsin akalar. Yulga qiladigan ishlaringizga Alloh barakasini bersin. Biz video syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Arzonchilar Optimchilar qishlog'i Tepaqo'rg'on kelganmiz. Bugunga ham chiroyli video obzor qilamiz. Videoni boshidan like-ni bosib, qo'llab-quvvatlab, kanalda yangilar obuna bo'lib turasizlar. Sizlarga chiroyli bo'g'oz qo'ylarda yirik velikanlardan kelgan ekan. Ularning ma'lumotini mana shu ukamiz bilan yoritib o'tiramiz, ketdik. Hop, videoni boshlayveramiz Akmaljon. Ha, boshlayamiz. Zoomsiz? Assalomu alaykum. Bayramjon aka, zoomsiz? Charchamay, aka oldingizmi? Oldingizmi? Rahmat, O'ylashib og'ashku. bugun katta partiyamiz yetib keldi. Videoni boshlatganimizda lekin bo'lib partiya qilib, xillab narxlarini ham chiroyli qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Narx sindirasizmi bugun? Bayramjon aka bugun yonadi narx. Xolasa boshlayveramiz-a? So'ramiz, bir qurq. Ketdi akalar. Videoni boshida mana shunday qilib like-ni bosib turasizlar, biz boshlayveramiz. Birinchi partiyaga nechta soni Akmaljon? 10 dona. Soni 10 dona, bir pachka ekan-a? Bir pachka, bir qo'ra. Ichida bir Yirik. dona ona bolasi ham bor. Bitta ona bolasi ham bor ekan akalar. Yirik variantidan bo'g'oz so'ragan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Ko'rib turibsizlar. Hamma joyi kelgan. Mana badallari ham yaxshi ekan-a? Badallari ham zo'r, oriq qurg'mas. Talab yurmagan, ozginadan yemini chiroyli yeb turgan qo'ylar. Yemini yeb turgan. Qachon yetib keldi Akmaljon bular? Ular 2 kun bo'ldi Bayramjon aka yetib kelganiga. 2 kun bo'ldi. Mana shu bolasi ekan, sog'liqmi qo'chqarmi bolasi? So'lmoqcha. Sog'liqcha ekan. Zo'r ekan. Oldidagi onasi. Mana shu oqti bolasimi bu? Peshonasi qoran. Ana shuni bolasi ekan akalar. Onasi ham bolasi ham noyobida. Yosh oyligini qanaqa berib beramiz ular Akmaljon? Bayramjon aka 2 tish, 4 tish. 6 tish ham bor bitta ichida. 2 tish, 4 tish. Birinchi, ikkinchi qoringa ekan. Akalar, uchinchi qorini ham bor ekan. Bu nechinchi bolasi mana shu? Bu yondagi o'sha ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi ekan. Akalar, ko'ringlar, qo'zi ham zo'r ekan haqiqat. Qo'y qilib yuraman, olib yuraman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Akmaljon, hammasi bo'g'oz bular 100%. Bayramjon aka hammasi bo'g'oz. Bo'g'oz deb olib keldi bizga. Bo'g'oz deb kelgan, bo'g'oz deb sotasiz ham. Bo'g'oz deb so'ramiz. Mana akalar, yelin tashab qolibdi, o'z ko'rib turibsizlar ko'pi. Oldi yerini tashab qolgan hammasi. Akmaljon, bo'yini nechiga berib beramiz buniki? Bayramjon aka ichida mana bular 85 ham chiqaradi. Mana 85 ta bondaga 80 bor. 80 pilisga olishsin, ha, 85 gacha. 80 pilisga olaverasizlar akalar. Hammasi mana quloq-oshlarini qaranglar. Yaxshi holatda qo'ylar ekan. Yeb ichishni ko'rdi, video davomida qo'ydik. Ko'rishgan obunachilar ham yeb ichishda muammosi yo'q, bir hafta sinov muddati bor. Mana akalar, yuzlarini ham bir qilib ko'ringlar, birata bir bunaqadan yo'tal yo'q, hammasi sog'lom variantda qo'ylar. Uyaltirib qo'ymaydi. Mana akalar. Narxi yengil bo'ladimi Akmaljon bugun? Bayramjon aka yengil bo'lar ekan, hammasi. Nech pul deymiz buni? Yirik narsa olib keldim deb balanddan kelib gapirmang. Obunachilarga ma'qul keladigan darajada rozi qilib, chiroyli qilib narx qo'yib bering bugun. Kanalda yangi emassiz. Yengil chiqarib yurgansiz. Nech pul deymiz? 7 milliondan demaymiz Bayramjon aka. 400 mingdan kam berishadi. 6 million 600 dan tekis ketaveradi. 6 million 600 dan? O'tib beradigan joyi ham bor. Qancha o'tib berasiz? 6,5 dan qilaylik shuni tekis. Dangal o'tib bering Akmaljon. 6,5 sizga yarashmaydi Akmaljon. Men qo'yam zo'r ekan akalar, qaranglar. Bonusi ham o'ta kerak qo'y jonivor. Gigant qo'y ekan mana shu ham. Hammasi bir-biridan go'zal. 10 ta Hammasi jonivor. bitta cho'ponni qo'yami hammasi? Ha, bir kishini qo'yi. Mana akalar. Yuzlari ham chiroyli holatda.
Yaxshi qo'ylar. Ona bola ham ketaveradi, bonus olib, bolasi bonusga. 10 tane olgan, 11-sini ham to'g'ri. Haliga 10 bitta qilib yetkazib olib beramiz, xudo xolasa. Akalar, ona bola ham ichida ketaveradi. Optim narxda ketaveradimi? Optim narxda ketaveradi. Optim narxda ketaveradi. Bo'ldi, Akmaljon buni oldi qo'shtisi yo'q. 61,5 dan nima deysiz? 6 million 150 dan. To'g'ri kelmay qoladi-yu. Ziyon qilmaysizmi? Qancha o'tib berasiz, bo'pti. Video cho'zmang. 100 mingni o'tdim Bahramjon aka. Qanchadan bo'ladi? 6 million 400 ming so'mdan. Yana o'tib beringchi. Bo'ldi mana. Oldi qochdi gapni qiz haligisi yo'q kerak. 6 million 300 dan mana. Dastlabki qaygacha? Dastlabki o'ylanishmasin, ketaveradi. Barakasini bersin. O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor akalar. 6 million 300 ming so'mdan yirik bo'g'oz variantlari. Ona bolasi ham ichida ketaveradi akalar. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan akalarimizni, ukalarimizni, hoji bolamizni bugun ishi bitadi. Tanlab olishga nima deymiz Akmaljon? Tanlab olishga Bahramjon aka buni ichida 7,5 sotiladigani ham bor. Telefon qilishni ishlarini bitiramiz. Ishlarni bitirib berasiz, kelishtirib, chiroyli qilib bitirib berasiz. Telefonga odamni ishi bitadi bugun. Qo'ya olaman degan akalarimizning ishi bitadi bugun. Akalar arzon bo'lganda olib qo'ying, narxi yaxshi, yo'lda bo'lyapti. Qo'ylar Mana. yengil keldi o'zimizga. Bolasini qaranglar. Yengil keldi, yengil sotasiz. Keyingi partiyalarga o'taveramizmi? Keyingi partiya bundan ham arzon bo'ladi. Ketdik. Akalar, ikkinchi partiyaga ham bo'g'oz sovliqlarda sal ko'proq yegana soni Akmaljon. Bular ham mana ko'rib turibsizlar, yaxshi holatda. Bir qil ko'rib olaveringlar, hamma joyi yaxshi holatda ekan mana. Dumbog'ochlari ham osilib ketmagan. Mana, cho't holatda ekan. Birotta bundan qani bir yo'tal-so'tal yo'q, hammasi sog'lom. Qayerdan yebishlari ham so'ragan bularga. Akalar, sog'lom qo'yda olib bahslarning effekti yaxshi bo'ladi. Tez natijaga erishasizlar akalar. Xudo xolasa, mana buni olib baqinglar, mana shu ukamizga rahmatini aytinglar. Soni nechta Akmaljon? Ikkinchi partiyaga 14 bosh. Hammasi bo'g'ozmi? Ichida qo'chqor yurgan Bahramjon aka. Mana. 6 yilni tashab, yilin qo'zg'ab. Oldi, yelin tashab qopti akalar, mana. Yuzlarini qaranglar. Yuzlari ham tiniq variant ekan. Bitta afg'on sifati ham bor ekan mana ida. Shunaqasi ham bor. Bo'ylarini nechiga berib beramiz bo'ylarini? Bo'ylar 80 plyusga olishaveradi. 80 plyusga olaverasizlar. Nari qo'ylamini o'zi past teng ekan-a. Shunaqa. Fichcha farq qilgan ekan. Dalada yurgan, dalada yem ko'rmagan bo'ladi bir-ikki. Akalar, bular yem ko'rmagan, dalada yurgan vaj. Ozgina uyga borib tejaysiz, birpasda o'ziga badaniga oladi, qo'yiladi. Yeb ichishi yaxshi, Akmaljon. Zo'r ekan ko'rdi Yeb ichishi yaxshi. Yoshoyligini nima deymiz? Yoshoyligi 2 tish, 4 tish, 6 tishgacha. 2 tish, 4, birinchi, ikkinchi, uchinchi qoringa ekan-a. Bo'ladi. Bir tish to'kilib ketgani, qari suruv yo'q ichida. Yo'q. Mana bo'lsa, mana shu ukamizni o'ziga qolaveradi akalar. Yo'qolsam kelishilgan holatda olaverasizlar. Video syomka qilib tashab berasiz. Tashab beriladi. Telegramdan yozishda Telegram, WhatsApplar bor. Narxini nima deymiz Akmaljon buni? Yengil Bahramjon aka bo'ladi. Oltini pastida bo'ladi. Oltini pastida bo'ladi bular. Pastida. Bugun narxni sindirasizmi? Narx kekalaveramiz. Bugun sindirmasangiz ham bo'lmaydi, o'z kanaldan anchadan buni ko'rinmayapsiz. Sotib beryapman dedingiz a? Yig'ib olib keldikda o'sha obunachilaringizga narxni arzon qilib chiqarib berishga harakat qilamiz. Qancha deymiz? Bo'ldi, bularni 14 tasini bir tortga olaman degan. 6 million 300 mingdan kam berish, 6 million, 5 million 700 ming so'm. 5 million 700 dan. O't beradigan yeringiz bor-a? Mana akalar 5 million 700 ming so'mdan o't berishadi. Shoshilib aloqaga chiqaverasizlar. Bugun qo'yiladi narxi, nima deydi, sensatsiya bo'layapti deydimi? Mega aksiyada xolosa. Akalar, soni 14 dona, xolosa, telefon qilgan akalarimizning ishlari qancha o'tib berasiz, uka? 100 ming so'mdan yo'l qo'yib beraman. Bahramjon aka hammasini bir joyga olishsin. 5 million 600 danmi? 5 million 600 ming so'm. 5 million 300 dan nima deysiz? Yo'q, Obunachilar 5 million puli 300 dan barakali, aytcha. bilasiz. Hozir Akmaljon ko'rib turibsiz, bag'i bahor kelyapti. Qishda baribir pul topish ham ancha oson emas. Buni ham mehnat qilib kelgansiz. Mehnatingizni qadrlab bittadamdek qilib like bosib turasizlar. Mana shu bola yana o'tib beradi. Qancha o'tib berasiz? Sol tekis 5,5 dan ketaveradi. Hammasi bir joyga olishsin. Keyin o'rtada qilaylik, video cho'zmay 54 dan dastlabkasini xursand bo'la qilib bering. Like bosib kanalga obuna bo'lib. Barakasini bersin. 5 million 400 ming so'mdan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan akalarimizni bugun ishi bitadi. Mana qo'ydi qaranglar. Yuzlarini hammasi yuzlari tiniq holatda, yaxshi holatda, sog'lom aka qo'ylar. Sog'lom qo'ydi olib baqaveringlar, yaxshi bo'laveradi akalar. O'zgarishiga ham, effektiga ham yaxshi. Dastlabki qaygacha? Dastlabki ketaveradi. Bahramjon aka kelishilgan holatda hammasi. Mana dastlabki qilib berishadi. Telefon qilsangiz bo'ldi. Tanlab olishga nima deymiz? Tanlab olishga kelishamiz. Bahramjon aka
Tanlab olaman olishga degan gap plyusroq bo'lib qoladi. Tanlab olishga akalar telefon qilasiz, ishingizni mashg'ula bitirib beradi. Qo'y so'rab telefoniga odamni shu bitta odam qolasa bugun. Yuzlari ham yaxshi holatda ekana qo'yiladi. Mana. Tiniq qo'ylar. Mana. Keyingi partiyaga o'tiramizmi? Partiya bundan ham arzon bo'ladi. Bundan ham arzon. Sindirasiz bugun narxni. Xalq mazza qiladi akalar bugun. Ketdik. Akalar 3-partiyaga ham mana yaxshi variantlaridan ko'ryapsizlar. Ulardan qo'yib qo'ygan olaman deganlarga hammasi. Afg'on sifat ekan. Ko'pi bo'ladi. Shunaqa. Qaranglar akalar. Haqiqiy shu zot Jullari ham toza ekan. qanaqa variantidan? Bu qo'zimi bitta qo'zisi bormi? Bitta ikkichi ham bor. Ikkichi ham bor ekan. Bu qaranglar akalar. Dumbani qaranglar. Badani ham zo'r ekan, ash qo'ydi. Mana soni nechta Akmaljon? 3-partiyaga. Soni 11 dona. Bo'g'oz variantlaridan bular. Qorin tashab qopdi oldi. Mana. Tashab bo'g'oz degancha bilinib qopdi qo'ydi. Akalar soni 11 dona ekan, lekin yuzlari ham chiroyli ekan. Sifati yaxshi ekan, bu qo'yiladi. Sifati zo'r qo'yiladi. Bu qaranglar. Bo'ylarini nechiga beramiz bularni? 80 atrofida baranjolarga 80 filisiga so'radi. 80 ga olishaveradi. 80 chiqadi. Mana standart ekan akalar qo'ylar. Hammasi bayda kichkinasi bir. Shu ikkich deganingiz bo'yi pastroq ekan, lekin badani o'ta zo'r ekan lekin. Lekin yosh narsada o'sadi, xudo xolasa ikkichkeni chiqardi. Badanni qaranglar, dumbasi ham zo'r ekan. Yosh oilaga nima deymiz bularni? Yosh oilaga Baramjon aka 2-3 qoringa bo'g'oz qo'yiladi. 2-3 qoringa bo'g'oz ekan akalar. Mana yuzlari ham chiroyli holatda, bir bundan bir boshqasi yo'q. Sog'lom akalar. Narxi sinadimi buni ham? Bu narxi bundan ham yengil chiqadi, xudo xolasa. Qancha yengili? Akmaljon? Baramjon aka ikkinchi partiya 60 dan qo'ydingmi? 54 dan qo'ydingiz shekilli. 54 dan, 54 dan. 5 million 400 dan 5 million 400 dan. 6 million dollar pullar o'rganib qolibdi. Ha. Bular 5 million 300 dan ketaveradi, undan 100 mingdan kam bo'lsin. 5 million 300 dan ketaveradi. Dastlabki yetkazib berasiz, dastlabkani. Kelishilgan holatda yetkazib olib berishadi. Akmaljon, buni ham yanacha yo'l qo'yib bering. Yana o'tib beraymi? Yana o'tib bering. Bugun xalq mazza qilsin, voy, uka. Ha, bo'ldi, qoldi bering mana. Kanalga obuna bo'lib, like bosgan odamga 5 million 200 ming so'mdan ketdi. Baragasini bersin. 5 million 200 ming so'mdan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Telefon qilgan akalarimizni, ukalarimizni ishi bitadi. Shoshilib telefon qilaverasizlar. Soni 11 dona ekan. Narxlar bugun haqiqatan arzon bo'lyapti. Tavsiya qilamiz, olib boqinglar. Mana shu bolaga rahmatini aytinglar. Tanlab olishgachi? Tanlab olishga kelishamiz Baramjon aka. Telefon qilsa ishni bitirasiz. Ishlarni bitiramiz, xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Akmaljon, so'nggi partiyaga o'taveramizmi? So'nggi partiya o'ta go'zallaridan bor. Ketdik. Akalar, so'nggi partiyaga ko'chatlaridan chiqdi-yu, akalar, qo'y qilol yuraman. 5-10 yil xotirjam bolasini olaman degan hoji bolamizga, akalarimizga tavsiya qilamiz bu qo'ylarni qaranglar. Cho'tkilardan ekan, Akmaljon. Oxirgi partiyamizga Baramjon aka o'sha zot yo'nalishiga, Seleksiyaga baqaman degan akalarimizga qo'y tavsiya qolaman qilamiz. deganlarga o'sha zo'rida olib keldi 3 dona. O'ta dahshatlardan ekan, akalar. Garbanos qaranglar, quloq tashlashlarini tavsiya qilamiz. Olib boq. So'mda chiqarasizmi buni, Akmaljon? So'mda Baramjon aka, anaqa dollarda emas. O'zimizga so'mda. Ular obunachilarga narxini sindirib berasiz, Akmaljon bugun. Akalar, uzoqdan olinyapti video. Bo'ylari ham yaxshi, o'zi ham yaxshi. O'ynab turgan qo'ylar ekan, bu qaranglar. Dona kashtani bor. Kashtanni qaranglar akalar. O'sha oldin yo'qolib kelgan kashtan variantidan ekan. Ular ham zo'r ekan. O'ta tiniq qo'ylar, hammasi. Akalar. Zoti bor ekan, bularni. Zoti toza. Hop, yosh oyligi qanaqa bo'ladi? Yosh oyliklari Baramjon aka 10 oylik, 11 oylik atrofida. 10 oylik, 11 oylik. Hali tish yormagan qo'zi. Qo'zi bular bo'g'azmi, bo'g'az emasmi? Bo'g'oz qisirligini bilmadik lekin. Bo'g'az qisligini ukamiz ham bilmaydi. Garantiya bera Xudo berib bo'g'oz bo'lib qolishi ham mumkin akalar. Bilib bo'lmaydi. Qo'shqar qo'shgan bo'lsa egasi, bundan oldingi cho'pon misol bo'g'az chiqib qolsa, sizlarni yutuqlaring akalar. 3 ta olasizlar, 6 ta bo'lib boradi, lekin 3 ta qo'y olasizlar, 6 ta qo'y bo'lib boradi uylangan. Bu qo'y turishini qaranglar. Bo'ylari nechaga beramiz buni? Bo'ylar 80 atrofida. 80 ga olaverasizlar aka. Uchalasi bir xil ekan mana. Shu ham Ko'rib turibsizlar. Qo'ying bormi desa, bor, yur ko'rch qo'yimdi deydigan sortlardan ekan akalar. Olib boqinglar. Mana shu bola narxda kelishtirib beradi. Nech pul deymiz uchalasini bir joyga? Shuni bir joyga olsin Baramjon aka, bular endi zot yo'nalishiga-da o'zimizga ham yaxshi puldan kelganmiz. Shuni 6,5 million so'mdan chiqarib beramiz.
6,5danmi? 6,5 o'tib beradigan joyi ham bor. Balanddan kelsangiz kerak deb turibman. Yaxshi, insof sari baraka qilib chiqarib berdingiz uka. Yengil kelgan o'zimizga ham. 6,5dan deysizmi? 6,5dan ketaveradi uchovi. 6,200danchi? Nima deysiz? 200dan Obunachilar bugun to'g'ri kelsak, mazza obunachilar mazza qilsa, ha deb bundaqa zotli qo'ydi ham arzonroq bersalaring, obunachilar ham ko'paytirib, aylanib o'rgilib baribir hammasi pichoqqa taqaladi-yu, lekin uni ozgina qo'y qilib yurgan akalarimizga tavsiya qilamiz, mazza qilib boqishsin, sizni duo qilib qo'yishadi. Otamni qo'liga tushib qolsa bu qo'y $1000 ko'taradi. Otangga rahmat deb haddeshgani qilib turishadi bugun. 6,200dan. Bo'ldi 6,400,000 ketdi mana. 6,300dan. Biz ham martga martmiz, to'g'risi. Barakasini bersin. 6,300,000 so'mdan akalar aloqaga chiqaverasizlar. Dastlabkasi kelishilgan holatda. O'zbekiston bo'ylab boradi dastlabkasi. Dastlabkasini kelishilgan holatda qilib beraveramiz. Mana, tanlab olaman deysa-chi? Tanlab olishga kelishamiz. Baramjonaga narx ko'tariladi unga. Tanlab olishga telefon qilasizlar, yoqqanini tanlab olaverasizlar. Lekin akalar tavsiya qilamiz, uchalasini olib qo'yinglar. Uchalasi bir-biridan go'zalagan. Bunisi ham chuqurdan qo'yiladi janovorlar. Turibsizlar. Hammasini olib qo'yinglar akalar, bitta qo'chqarni yaxshisini qo'ysalar, yaxshi pulga sotib olasizlar. Video syomkalarimizni yakunlaymiz. Bugungi akalar mana shu 4 partiya qo'y chiqardik. Yana olib kelib turasiz qo'ylardan. Yana qo'ylar kelaveradi. Bundan ham narx arzon qilib beraverasizlar. Akalar videoda oxirida like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli video obzor qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.